Hozir tayyor mana sezonga keldik, biznesga kelganmiz. Bu biznesimizni nech puldan boshlanadi? Xo'p, qarang aka, bizda necha puldan boshlanishini oldin sizga aytaman. Bu biznesda bizda O'zbekistonda suv arzon, tekin desa ham bo'laveradi. Suvdan biznes qilish bo'ladi. Ya'ni yo'q joydan noldan biznes qilsangiz bo'ladi. Kuniga nech pul dedingiz topilishda? Kuniga 50 dollardan 100 dollargacha sof foyda. Joyiga qarab, lokatsiyaga. Misol o chekkaroq joyga borsiz, bo'lmaydi, o'xshamaydi. Yaxshi joyga qo'ysa 50 dollardan 100 dollargacha. Kuniga, kunlik daromad. Kuniga ya'ni. Bu sezonli, bahordan kuzgacha. Xuddi o'sha. Asosiy sezon o'sha yozda boshlanadi. Ro'zadan chiqsa boshlanadi. 3 oy 4 oy ish qilsa bo'lar ekan-da. Bitta jentr olib olasiz. Hozir 700 nech pul dedingiz, eng boshlanishi 730 dollar. Eng arzon. 730 dan u yog'i 1300 gacha bo'ladi. Sizga komplektini tushuntirib beraman. 730 ligini ko'raylik. Xo'p, 730 ligi bu, ya'ni Abdulaziz aka bu ruchnoy bo'ladi. Eng kichigi 100 litrdan boshlab 500 litrgacha bo'ladi bu. Bu ruchnoyda endi aylantirib qo'yasiz. Lekin menga yo'q, erinchoqman, menga avtomatik kerak desiz, avtomati ham bor. Komfort. Ya'ni avtomatini bu minisi bo'ladi. Bu qanaqa desiz? Mana yerda knopkamiz bo'ladi. Bitta burib qo'yasizlar, bo'ldi. O'sha pulni qilaverasizlar. Bu avtomatik bo'ladi, bu minisi bo'ladi. Bunga tok kerak bo'ladi. Bunga tok kerak. Bunga kerak emas. Bunisi bor, endi bu kattarog'i bor. Bu ham xuddi shunaqa knopkali, faqat bu ko'proq ish qilsangiz bo'ladi. Filtri ham mana ko'ryapsizlar. Filtrli. Shutadan katta, yaxshisidan bo'ladi. Ya'ni zo'r ekan. Bunisi zo'r. Bu 1300 dollar bo'ladi. Bu garantiyasi ham ketaveradi. Garantiyasi ham bor, hamma yo'g'i bor ekan. Ya'ni komplekt ichiga mana bu tayyor terilgan ekan o'zi. Bu tayyor terilgan. Bitta ahamiyat. Bu ani 1000 dollarlikdanmi? Xuddi o'shunda. Mana 1000 dollarlik bitta ahamiyat berib qo'ysalar, gazini ko'proq qiladi. Gazini ko'proq qiladi. Xuddi shunaqa gazni ko'proq. Hozir mana shu hamma yo'g'i 1000 dollar mana shu turishi. Mana unisi, ya'ni aparatlari. Ko'pchilik bochka ham deydi. Mana unisi, ya'ni eng qizig'i bu narxlarning ichida vodiy bo'lib, dastlabki ustanavki 100 gacha bepul. Retseptini ham shunday bonus qilib beriladi. Aparat bepul olib kelishyapti. Shunaqa. Tekinga ish qilib yuborilyapti aka. Hozir manulari hamma yo'g'i ichida. Hamma yo'g'i ichida. Xullas, ish boshlagani hamma yo'q. Siropida bonusi. Siropi bonus. Buni olasiz, sizdan ketadigan narsa bitta stakan olib olsangiz bo'ldi. Malades ona. Shunday qo'yishdi. Rosa hali dangasalar ishda bu joyda o'tirib olib. Bu orqa tomonni ko'rsatingda mana itlarni, mana buni ham komplekt ishlash tartibi. Hamma yo'g'i miyalari, hamma yo'g'i aqlli. Mana ham svetda ishlargan-da. Bu to'ktuncha olmaydi aka. To'kni pastda olmasa ham bo'ladi. Asosiy narsasi suv aka. Asosiy ketadigan narsa suv. O'zbekistonda suv bilasiz. Nomer qoldiryapmiz. Bemalol telefon qilib, dastlabki vodiy bo'ylab bepul. Bepul. Telefon qilsa ham xudo xolasa olib berishadi. Agar voha boshqa joydan ko'rishayotgan bo'lsa, misol Qirg'iziston boshqalardan telefon qilishsa, dastlabki qo'shib berishadi. Kelishilgan holda. Yana bitta narsa bor. Gazvadagi nima kerak bo'lsa, alohida ham sotiladi. Ya'ni menga gazvadagi alohida mana bunday suv bochkasimi, yo mana uni o'zini yasab beringsiz. Alohida ham sotiladi. Любой narsa, gazvadagi tegishli narsa alohida sotiladi. Mana shu apparat ham bor. Bor. Telefon qilsa tushuntirishadi. Xudo xolasa zo'r qilib tushuntirib berishadi.